Şumu qızlar bugun uzunlarga mavi ko'k rangli kirimning tavsiya darsiga olib keldim. Mavi kirimni lekin shu qo'lingiz bo'slam ugunib ketalaysiz. Shunchalik aslan qizlar yoqtirgan bo'lsanglar, hamsa yaxshi jurkalan aymay qancha qo'yish unutib qolmay ko'rishinglarni umid qilmayman. Bundan burun eng avval yuzimizga shundoq shu suvdirimizni berib olamiz qizlar. Berib olgandan keyin anan lekin teti shampulamdi va yoki jinhua shampulamdi. Mush yuzimizdan kafin puldiga yerlarga berib olamiz. Berib olgandan keyin o'xshashlar mush yuzingizga fanshay sukashni unutib qolsa qattiq bo'lmaydi. Anan lekin bugun paygam mey bo'lib qolsa qizlar shu chekrining birinchi nomerli shanya may bo'ldi. Maylarimizni yuzimizga berib olgandan keyin shu bulutda urib singdiramiz. Mavi may qizlar boshbat to'kinimdi ba. Anan keyin mana o'xshash so'liq chiqqan sayxonda ikki anglimizga shunday kichik bulutda berib olamiz. Burnimizning uchiga, enkimizga. Anan keyin cho'shaqning ichiga oxran elib, shu falingvilaygo degandek yalarga ozolatda berib, mushni singdirib tilyan qilib olamiz. Tilyan qilib olgandan keyin buga ishlatgan sanfirim bo'lib qolsa qizlar, mush ultralikning sanfisi bu ish qilib ultralikning sanfisidan ishiltib, yaxshi qilib ketmaydi. Anan keyin shu cho'rompani ichidagi mushurani qishimni azroqlam to'liqlatgandan keyin rammeyga berib olamiz. Rammeyga berib olgandan keyin anan keyin sho'ronsiz o'tib ketdi qizlar. Men hozirga sho'ronsiz uxmaydigan qizlar, qattiq bo'lmadinglar hamsa. Mushuroni mushunda holatda ikki tarafdan tushirib, pastga anan keyin uchini mushunda qushli holatda zib chiqarib olamiz. Anan keyin ko'zimizning oldi tarafini tilyan qilib olamiz, burnimizning uchini, anan keyin burnimizning ustidan tilyan qilib olamiz. Anan keyin moyayimpan ichidagi ko'krangni elib, qopig'imizning ustiga beramiz qizlar. Ostiga bermaysizlar, ustiga mushunda holatda yeyib olamiz. Anan keyin mushu ko'k rangdan sal qiniqroq rangni elib, mush qo'sh qapoq bayaga berib yurang qilib olamiz. Anan keyin eng oxirida mushu osti qopig'imizga mush to'g'ri rangni elib, mushunda ko'p holatda berib olamiz. Berib olgandan keyin marangda tilyan qilib olamiz. Tilyan qilib olgandan keyin bundaq bir shozda mush ostidagi kirpigimizning yildizidan bir qator sharjini sizib, anadagi vosalarimizni, yenjolarimizni chiqarib olgandan keyin shu ro'pani ichidagi oxiranda yana bir qatam ostdan supuramiz. Anan keyin mana o'xshash paqroq jing-jingda qopig'imizning ustiga, qopig'imizning ostidagi vosaning ustiga azroq berib olamiz. Berib olgandan keyin mushu kirpik egadigan chemovchada kirpiklarimizni egib, dahlarimizni sugib olgandan keyin bugan mushu shangri qo'y oldidagi kirpikni anan keyin shajemoga yana bir xil kirpik chapildim. Mushunda chaplab qo'yib olgandan keyin yenshlarimizni mushunda holatda sib chiqarib olamiz qizlar. Quyruqdan tatib chiqarsanglar bo'ldi. Anan keyin qovg'onni burnimizning uchiga, ko'zimizning oldi tarafga berib olamiz. Mau qovg'onni teshga so'rdinglar qizlar. Mushu to'yinda kunimda balkim qo'yishuvdi kunimda yo'q qizlar. Agar lozim qizlar ayrimga qilsanglar bo'ldi. Anan keyin sayxonni to'g'ri rangli sayxonni mushtik anglimizga, enkimizga burnimizni uchiga berib olamiz. Berib olgandan keyin sho'rpa ichidagi oxirangda mushu Lego falingini yana bir qatam tilyan qilib olasiz. Chunki oldin qatam kirimlarni qilgandan keyin tilyan qilmasa kirimimiz qasmoq chiqib qoldi. Anan keyin mushu chunshanbida eg'izimizning shaklini sizib, qo'g'onlarimizni berib, qilayotgandan keyin anan keyin oxirida chun yo'llarimizni berib qilaversak, bugun kirimlarimiz oxirlashdi qizlar. Amsiya turgan bo'lsanglar, shurak berish unutib qolmanglar. Xayr, xush. 发生什么事？天知道，要不要过去？